Cho'chak Bog'van bovay. Burunning burunsida bir dehqon bo'lgan ekan. Bu dehqon kech yetib sahar turib, umrining oxirigacha tinmay ishlab, bir kun osh, bir kun to'q turmush kechirib kelgan ekan. Bir kuni podsho o'g'i chiqib ketayotganda, beli mukchaygan, qo'rg'isi ko'rinib qolgan heliqi dehqon bir podshoga ko'chat tikib bog' qilayotgan ekan. Buni ko'rgan podsho kulib ichida "Hey hamoqat" debdi-da, itini to'xtatib bovayga. "Hey bovay, umringning qo'li tutugab, g'erich qoldi. Baribir bu ko'chatlarning mevasini yemaysan. Avara bo'lib jiningni qiynig'icha aram olsang bo'lmasmidi?" debdi. Bovay podshohga: "Ulug' podshohim, men hozir aram olmayman. Mangulik aram oladigan vaqtimga oz qoldi. Sizlar degandek bu ko'chatlarning mevasini yemayman. Ammo mendan keyin qolgan odamlar yeb meni aslashar. Shu chaqda dunyoda mening qilgan jafoliq amgigimmi, nomimmi mendan keyingi avlodlar bilan qolar" debdi. Podsho bovayning bu so'ziga hayron qilib, "Barakalloh bovay" debdi-da, 1000 tanga in'om qildi. Bog'van bovay podsho bergan 1000 tangani qo'liga ilib, pulga qarab kulib ketibdi. "Nimaga kulasan?" debdi podsho. "Boshqa odamlar ko'chat qo'yib, 4-5 yildan keyin mevasiga eg'iz tegsa, men qo'ygan ko'chatimning mevasiga shu yilila eg'iz tekkanimga kuldim" debdi bovay. Podsho bovayning bu ma'nilik so'ziga qoyil bo'lib, yana 1000 tanga in'om qildi. Bovay yana kulibdi. "Yana nimaga kulyapsan bovay?" debdi podsho. "Hey, nemishqa kulmayman podshoyim. Barcha odam yilda bir qitim hosul olsa, men yilda 2 qitim hosul olganimga kulaman" debdi bovay. Podsho bovayning so'ziga texmi qiziqsinib, yana 1000 tanga beribdi. Bovay yana kulibdi. "Endi nimaga kulasan bovay?" debdi podsho. "Yer yuzida bir yo'li 3 qitim hosul beradigan ko'chat tikkinimga kulaman" debdi bovay.